Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli tomoshabinlar. Bugun juda muhim, har bir pensiya oluvchi yoki yaqin kelajakda pensiyaga chiqishni rejalashtirayotgan insonni bevosita tashvishga soladigan bir mavzu haqida so'zlashamiz. Tasavvur qiling. Navbatdagi pensiya to'lovi kunini intizorlik bilan kutasiz. Kartangizni tekshirasiz va pul tushmaganini ko'rasiz. Yoki pul tushgan bo'lsa ham kutilgandan kamroq. Bunday vaziyatga tushishni hech kim istamaydi. To'g'rimi? Aynan mana shunday noxush holatlarning oldini olish, keyingi pensiyangiz korrekt tarzda, o'z vaqtida va to'liq miqdorda kelishini ta'minlash uchun nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida bugun batafsil gaplashamiz. Bu ma'lumotlar har biringiz uchun hayotiy ahamiyatga ega. Shuning uchun diqqat bilan tinglang. Hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Shunda bu muhim ma'lumotlar ko'proq insonga yetib boradi. Muammoning mohiyati keling, avvalo eski va yangi tizim o'rtasidagi farqni tushunib olaylik. Ilgari, yana bir necha yillar oldin pensiya tizimi ancha sodda edi. Desak mubolag'a bo'lmaydi. Ko'p jarayonlar qo'lda bajarilar edi. Odam bir marta pensiyaga chiqqandan keyin, agar sharoitida katta o'zgarishlar bo'lmasa, pensiya to'lovlari deyarli uzluksiz davom etaverardi. Ma'lumotlar ba'zilarida kamdan kam yangilanishlar bo'lardi. Tekshiruvlar esa o'ta zarur hollarda yoki rejalashtirilgan auditlar doirasida amalga oshirilardi. Ba'zan hatto vafot etgan shaxslarning pensiyalari ham ma'lum muddat to'lanishda davom etgan holatlarni eshitganmiz. Chunki ma'lumotlar o'z vaqtida yangilanmagan. Bu albatta byudjet uchun katta yo'qotish edi va adolat tamoyillariga zid edi. Bugungi kunga kelib esa vaziyat tubdan o'zgardi. Pensiya tizimi to'liq raqamlashtirilmoqda. Ma'lumotlar bazalari muntazam ravishda yangilanadi va boshqa davlat idoralarining, masalan, Ichki ishlar vazirligi, banklar, Sog'liqni saqlash vazirligi, Davlat xizmatlari agentligi, Soliq qo'mitasi ma'lumotlari bilan integratsiya qilinmoqda. Yangi qonunlar, qarorlar va nizomlar pensiya to'lovlarining aniqligi, shaffofligi va adolatli taqsimlanishini ta'minlashga qaratilgan. Bu o'zgarishlarning asosiy sabablari quyidagilardir. Birinchidan, mablag'larning samarasiz sarflanishini oldini olish va firibgarliklarga chek qo'yish. Ikkinchidan, har bir fuqaro uchun adolatli va o'z vaqtida pensiya to'lovlarini ta'minlash. Uchinchidan, aholi to'g'risidagi ma'lumotlarni doimiy ravishda dolzarb holda saqlash. Natijada pensiya oluvchilar uchun ham yangi talablar paydo bo'ldi. Endi shunchaki pensiya kelishini kutish emas, balki ma'lumotlaringizning doimiy ravishda to'g'ri va dolzarb ekanligini ta'minlash uchun faol ishtirok etish zarur. Pensiya jamg'armasi endi sizning manzilingiz, bank hisobingiz holati, oilaviy ahvolingiz va hatto biometrik ma'lumotlaringizni muntazam ravishda tekshirishi mumkin. Agar bu ma'lumotlarda biror nomuvofiqlik, eskirish yoki o'zgarish aniqlansa, pensiya to'lovi vaqtincha to'xtatilishi yoki miqdori o'zgarishi mumkin. Bu aynan bugungi videomizning asosiy mavzusi. Birinchi asosiy qism, nimalarni bilish kerak, kimlar xavotir olsin, kimlar olmasin. Pensiya tizimidagi yangi o'zgarishlar shuni ko'rsatadiki, endi pensiya oluvchilar o'z ma'lumotlarining dolzarbligini shaxsiy javobgarlik bilan kuzatib borishlari lozim. Keling, bu borada bilishingiz kerak bo'lgan eng muhim jihatlarni ko'rib chiqaylik. Nimalarni bilishingiz kerak? 1. Muntazam ma'lumotlarni tekshirish. Pensiya jamg'armasi endi sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni, yashash joyingizni, oilaviy ahvolingizni va boshqa tegishli ma'lumotlarni boshqa davlat idoralari bazalari bilan avtomatlashtirilgan tarzda solishtirib turadi. Agar qandaydir nomuvofiqlik aniqlansa, bu sizning pensiya to'lovingizga ta'sir qilishi mumkin. 2. Yashash joyi, propiska va haqiqiy yashash joyining mosligi. Bu juda muhim. Agar siz propiskada turgan manzilda yashamasangiz va bu ma'lumotlar yangilanmagan bo'lsa, pensiya jamg'armasi sizni topa olmasligi yoki sizning haqiqiy yashash joyingizni tasdiqlay olmasligi sababli pensiyani to'xtatishi mumkin. Bank hisobining karta holati. Pensiya kartangizning amal qilish muddati o'tmaganligiga va uning faol holatda ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar karta muddati o'tgan bo'lsa yoki u uzoq vaqt ishlatilmagani uchun bank tomonidan bloklangan bo'lsa, pensiya o'tmaydi. 4. Bandlik holatidagi o'zgarishlar. Agar siz ma'lum bir turdagi pensiya, masalan, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi bo'lsangiz va ishga joylashsangiz, bu haqda pensiya jamg'armasini xabardor qilishingiz shart. Aks holda sizga ortiqcha to'langan pensiya summasi keyinchalik qaytarib olinishi mumkin. 5. Biometrik pasport ID karta yangilanishi. Eski namunadagi pasportlardan yangi ID kartalarga o'tish jarayoni ketmoqda.
Ko'plab davlat xizmatlari endi ID karta ma'lumotlari bilan ishlaydi. Agar sizning shaxsiy hujjatingiz eski bo'lsa va muddati o'tgan bo'lsa, bu ham pensiya to'lovlarida muammolar keltirib chiqarishi mumkin. 6. Oilaviy ahvoldagi o'zgarishlar. Agar siz boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchi bo'lsangiz va oilaviy ahvolingizda o'zgarishlar ro'y bersa, masalan, farzand voyaga yetsa, turmushga chiqsa, uylansa, bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar berish lozim. Kimlar xavotir olishi kerak? Bir manzilni yangilamay ko'chib o'tganlar. Agar siz propiska yozilgan manzildan boshqa joyga ko'chgan bo'lsangiz va propiskangizni o'zgartirmagan bo'lsangiz, pensiya jamg'armasi sizning haqiqiy yashash joyingizni tasdiqlash uchun tekshiruv o'tkazishi mumkin va ma'lumotlar mos kelmasa, pensiya to'xtatilishi ehtimoli yuqori. Masalan, mahalla orqali o'tkaziladigan xatlovlar natijasida nomuvofiqliklar aniqlanishi mumkin. 2. Bank kartasining muddati o'tgan yoki inaktiv hisoblari borlar. Agar pensiya kartangizning amal qilish muddati o'tgan bo'lsa, albatta yangisiga almashtiring. Shuningdek, uzoq vaqt ishlatilmagan hisoblar banklar tomonidan bloklanishi mumkin. Bunday holatlarda pensiya mablag'lari hisobingizga tushmaydi va qaytib ketadi. O'tuv, nogironlik yoki ijtimoiy pensiya olib ishga joylashganlar. Agar siz nogironlik pensiyasi yoki yoshga doir ijtimoiy pensiya oluvchi bo'lsangiz va keyinchalik ishga joylashgan bo'lsangiz, pensiyangiz qayta hisoblanishi yoki to'xtatilishi mumkin. Bu haqda pensiya jamg'armasiga zudlik bilan xabar berishingiz shart. Aks holda ortiqcha to'langan pullarni qaytarishga majbur bo'lasiz. 4. Eski pasport yoki ID kartasi borlar. Agar siz hali ham eski namunadagi pasport bilan yashayotgan bo'lsangiz va uning amal qilish muddati tugagan bo'lsa, yoki biometrik pasport ID kartangizdan ma'lumotlar eskirgan bo'lsa, bu ham muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Ko'pgina tizimlar allaqachon yangi ID kartalar ma'lumotlariga bog'langan. 5. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Agar pensiya oluvchi farzand 19 yoshga to'lsa va o'qishni davom ettirmasa yoki turmushga chiqsa, uylansa, pensiya to'lovi to'xtatilishi kerak. Agar bu haqda ma'lumot pensiya jamg'armasiga yetkazilmagan bo'lsa, keyinchalik muammolar yuzaga keladi. 6. Xorijda yashayotgan pensiya oluvchilar. Agar siz O'zbekiston pensiyasini olib, boshqa davlatda doimiy yashayotgan bo'lsangiz, yillik qayd etish yoki maxsus hujjatlarni taqdim etish talablari bo'lishi mumkin. Bu talablarga rioya qilmaslik pensiyaning to'xtatilishiga olib keladi. Kimlar xavotir olmasin, lekin baribir ehtiyot bo'lsin. Ma'lumotlari barqaror bo'lganlar. Agar siz doimiy yashash joyingizda yashasangiz, propiskangiz dolzarb bo'lsa, bank kartangiz faol va muddati o'tmagan bo'lsa, bandlik holatingizda va oilaviy ahvolingizda hech qanday o'zgarishlar bo'lmagan bo'lsa, sizning pensiyangiz muammosiz kelish ehtimoli yuqori. 2. Biroq har qanday holatda ham proaktiv bo'lish muhim. Sizning ma'lumotlaringizning pensiya jamg'armasi bazasida qanday ko'rinayotganini tekshirib turish ortiqcha bo'lmaydi. Bu ayniqsa texnologiya rivojlanib borayotgan davrda har qanday kutilmagan holatning oldini oladi. Endi esa ushbu holatlarga oid bir nechta aniq misollarni ko'rib chiqaylik. Bu misollar muammoning mohiyatini yanada chuqurroq tushunishingizga yordam beradi. Misol manzil notekislik Ahmad aka 70 yoshda. 25 yildan buyon yoshga doir pensiya oladi. U Toshkent shahrining Yunusobod tumanida ro'yxatdan o'tgan bo'lib, o'sha yerda yashar edi. 5 oy oldin o'g'lining yoniga Sargeli tumanidagi yangi uyga ko'chib o'tdi. Lekin propiskasini o'zgartirishni unutdi yoki bunga e'tiborsizlik qildi. Bir kuni pensiya kartasiga pul tushmadi. Ahmad aka bankka, keyin pensiya jamg'armasining Yunusoboddagi bo'limiga bordi. Ma'lum bo'lishicha, pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasida uning yashash joyi bo'yicha eski ma'lumotlar turibdi. Yaqinda o'tkazilgan xatlov va tekshiruvlar paytida Ahmad akaning propiska manzilida yashamayotgani aniqlangan. Pensiya jamg'armasi uning haqiqiy yashash joyini tasdiqlay olmagani uchun pensiya to'lovini vaqtincha to'xtatgan. Ahmad aka 1 oy davomida sarson bo'lib, Sargeli tumanidagi davlat xizmatlari markaziga borib propiskasini o'zgartirdi. So'ngra pensiya jamg'armasiga yangi ma'lumotlarni taqdim etdi. Bu jarayon unga nafaqat vaqt, balki asab ham sarflattirdi. Agar Ahmad aka ko'chib o'tgandan so'ng darhol propiskasini yangilab pensiya jamg'armasini xabardor qilganida, bunday muammoga duch kelmas edi. Misol 2. Bank kartasining munosabati Mehrinisa opa 15 yoshda nogironlik pensiyasini oladi. Uning bank kartasining muddati o'tganini payqamay qoldi. Karta oldida mayda harflar bilan yozilgan valid turi sanasi 2023 yil dekabrida tugagan edi.
pensiya tushadigan kun, ya'ni 5 yanvar kelganida pul hisobiga o'tkazilmadi. Opa bankomatdan tekshirib ko'rsa, kartasi bloklangan edi. Bankka murojaat qilganida unga kartaning muddati o'tganini va yangisini olish kerakligini aytishdi. Yangi kartani tayyorlash uchun 35 ish kuni ketishi mumkinligini bildirishdi. Natijada Merinisa opa yangi karta olguncha pensiyasiz qoldi. Bu uning rejalashtirilgan xarajatlarni amalga oshirishiga to'sqinlik qildi va unga katta noqulayliklar tug'dirdi. Oddiy bir karta muddatini tekshirish bilan bunday muammoni oldini olish mumkin edi. Misol uchun, bandlik holatidagi o'zgarish Alisher 19 yosh otasidan qolgan boquvchini yo'qotganlik pensiyasini oladi. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra bunday pensiya oliy o'quv yurtida kunduzgi bo'limda o'qiydigan bo'lsa 23 yoshgacha to'lanadi. Alisher kollejni bitirib universitetga kunduzgi bo'limga o'qishga kirdi. U buni pensiya jamg'armasiga xabar qilishni unutdi. Pensiya jamg'armasi har yil o'quv yurtlaridan o'qish holati bo'yicha ma'lumotlarni so'rab oladi. Ammo Alisherning ma'lumotlari qandaydir sabab bilan kechroq yangilandi. Pensiya jamg'armasi bir necha oydan so'ng Alisherning o'qiyotganini aniqladi va uning pensiyasini to'lashda davom etdi. Lekin agar u o'qishga kirmaganda pensiya to'xtatilishi kerak edi. Yoki aksincha, agar Alisher o'qishga kirganini o'z vaqtida tasdiqlovchi hujjatlarni pensiya jamg'armasiga taqdim etmaganida pensiyasi 18 yoshdan keyin to'xtatilib, uni qayta tiklash uchun ortiqcha ovoragarchilikka duch kelardi. Ba'zan shunday holatlar bo'ladiki, talaba pensiya oluvchi o'qishdan chetlatilganda bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermaydi va ortiqcha to'langan summa keyinchalik qaytarilishi talab qilinadi. Misol 4. Eski hujjatlar Dilfuza opa olim yoshda. Hali ham eski namunadagi qizil pasporti bilan yashaydi. Uning amal qilish muddati 2021 yilda tugagan. Yangi ID kartaga o'tishni doim keyinga surib kelgan. Pensiya jamg'armasi tizimida ba'zi ma'lumotlar avtomatik ravishda Ichki ishlar vazirligining fuqarolik holati aktlarini qayd etish organlari FO bazalari bilan integratsiya qilingan. FO ma'lumotlariga ko'ra Dilfuza opaning pasporti eskirgan hisoblanadi. Shuning uchun uning shaxsini tasdiqlashda tizimda uzilishlar yuzaga keldi. Pensiya to'lovini amalga oshirishda pensiya jamg'armasi vakillari Dilfuza opaning pasport ma'lumotlarida muammo borligini aniqlashdi. Unga yangi ID karta olishi zarurligi haqida xabar berildi va bu jarayon tugaguncha pensiya to'lovi vaqtincha kechiktirildi. Bu esa Dilfuza opa uchun bir necha kunlik ovoragarchilik va pensiyani olishdagi kechikishni keltirib chiqardi. Ikkinchi asosiy qism qoidalardan istisnolar. Tuzoqlar va aniq nyuanslar har qanday qoida tizimida bo'lgani kabi pensiya tizimida ham ba'zi istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan tuzoqlar va aniq nyuanslar mavjud. Bularni bilish kutilmagan vaziyatlarga tushmaslik uchun yordam beradi. Qoidalardan istisnolar yeri. Alohida toifalar, ba'zi pensiya oluvchilar, masalan, Ikkinchi jahon urushi faxriylari. Chernobil fojiasi oqibatlarini bartaraf etishda qatnashganlar yoki boshqa maxsus toifalar uchun ma'lumotlarni tekshirish siklari boshqacha bo'lishi mumkin. Ularga nisbatan soddalashtirilgan tartiblar qo'llanilishi yoki tekshiruvlar kamroq chastotada o'tkazilishi mumkin. Biroq bu ularning ma'lumotlarini yangilash majburiyatidan ozod etmaydi. 2. Voyaga yetmaganlar pensiyalari. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan voyaga yetmagan shaxslarning pensiyalari odatda ularning vasiy yoki homiylari orqali to'lanadi. Bu holatda vasiy homiyning ma'lumotlari dolzarb bo'lishi juda muhim. Voyaga yetmagan shaxsning o'qish joyi, turmushga chiqish kabi o'zgarishlar pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida xabar qilinishi kerak. Tuzoqlar, e'tibor berish lozim bo'lgan xatolar. 1. Ular hamma narsani biladi deb o'ylash. Bu eng katta tuzoqlardan biri. Ko'pchilik pensiya fondi mening ishimni hal qiladi. Ular hamma ma'lumotni biladi deb o'ylaydi. Lekin garchi tizimlar integratsiya qilingan bo'lsa-da, sizning shaxsiy ma'lumotlaringizdagi o'zgarishlar haqida bevosita xabar berish sizning majburiyatingizdir. Masalan, oilaviy ahvoldagi o'zgarishlar har doim ham avtomatik tarzda pensiya jamg'armasiga yetib bormasligi mumkin. 2. Eski aloqalar yoki bo'limlarga tayanib qolish. Ilgari sizga yordam bergan pensiya jamg'armasi xodimi yoki aniq bir bo'limga borish odatiy yo'l edi. Endi esa davlat xizmatlari markazlari DXM, MyOkov, Uz portali kabi raqamli platformalar orqali ko'p masalalar hal qilinadi. Eski usullar har doim ham samarali bo'lmasligi mumkin. Hujjatlar so'ralishining sababini tushunmaslik, ba'zan sizdan qo'shimcha hujjatlar so'ralishi mumkin. Buning sababini aniq bilmasdan yoki ahamiyat bermay,
hujjatlarni taqdim etmaslik pensiya to'lovining kechikishiga olib keladi. Har doim nima uchun va qanday hujjat kerakligini so'rang. 4. Arizalarni noto'g'ri to'ldirish. Pensiya jamg'armasiga topshiriladigan arizalar yoki boshqa shakllarni e'tiborsizlik bilan, xatolar bilan to'ldirish jarayonini sekinlashtiradi yoki butunlay rad etishga olib kelishi mumkin. Har bir mayda detalga e'tibor bering. 5. Topshirilgan hujjatlarning nusxalarini saqlamaslik. Har qanday hujjatni topshirganda uning nusxasini o'zingizda saqlab qoling va topshirilganligini tasdiqlovchi qog'ozni, masalan, kvitansiya, ro'yxatga olish raqami oling. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday bahsli vaziyatlarda sizning haqingizni himoya qilishga yordam beradi. Noaniq nyuanslar. 1. Ism sharifdagi kichik nomuvofiqliklar. Turli hujjatlarda pasport, pensiya guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, ism, familiya yoki ota ismidagi hatto kichik harfiy farqlar ham tizimda nomuvofiqliklar keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, Ziyoda va Ziyodaxon yoki Abdullayevich va Abdullayevich kabi farqlar. Bu kabi holatlarda pensiya jamg'armasi sizdan aniqlashtiruvchi hujjatlar talab qilishi mumkin. 2. Mahalla qo'mitalarining roli. Ba'zi hollarda ayniqsa yashash joyi bo'yicha tekshiruvlarda. Mahalla qo'mitalari pensiya jamg'armasiga sizning haqiqiy yashash joyingiz haqida ma'lumot berishi mumkin. Agar mahalla idorasining siz haqingizdagi ma'lumotlari eskirgan bo'lsa, bu ham muammolarga olib kelishi mumkin. Mahalla raisi bilan munosabatlarni yaxshi ushlab turish va ularni o'zgarishlar haqida xabardor qilish foydali bo'ladi. Vasiy yoki homiyga to'lanadigan pensiyalar. Agar pensiya to'g'ridan-to'g'ri pensiya oluvchiga emas, balki uning vasiy yoki homiysiga, masalan, ruhiy kasal insonlar, voyaga yetmaganlar uchun to'lansa, bu vasiy homiyning shaxsiy ma'lumotlari, pasport, yashash joyi ham dolzarb bo'lishi kerak. Aks holda vasiyning ma'lumotlaridagi o'zgarish pensiya to'lovini to'xtatishi mumkin. 4. Vaqtincha xorijda bo'lgan shaxslar. Agar siz doimiy yashash uchun emas, balki vaqtincha, masalan, davolanish, qarindoshlarni ziyorat qilish, chet elga ketgan bo'lsangiz, pensiyani olish tartibi haqida pensiya jamg'armasi bilan oldindan maslahatlashing. Ba'zi hollarda ishonchnoma orqali pensiya olish mumkin. Ammo ma'lum muddatdan so'ng shaxsiy qayd etish talab qilinishi mumkin. Xorijda uzoq vaqt bo'lish pensiyaning to'xtatilishiga sabab bo'lmasligi uchun barcha talablarni bilib oling va ularga rioya qiling. Ushbu nuanslar, tuzoqlar va istisnolarni bilish sizni ko'plab bosh og'riqlardan xalos qilishi mumkin. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qismiga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Qanday amaliy qadamlar pensiyangizni muammosiz olishingizni ta'minlaydi? Bu qadamlar aniq, tushunarli va amalga oshirish oson. Hozir nima qilish kerak? 1. Bank kartangizning amal qilish muddatini tekshiring. Kartangizning old tomonidagi valid turi yoki amal qilish muddati yozuviga qarang. Agar uning muddati yaqinlashayotgan yoki o'tgan bo'lsa, zudlik bilan kartangizga xizmat ko'rsatuvchi bankka murojaat qilib, yangi kartaga buyurtma bering. Bu bir necha kun vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun kechiktirmang. Shuningdek, kartangiz faol ekanligiga ishonch hosil qiling. Ya'ni uni uzoq vaqt davomida ishlatmagan bo'lsangiz, bank bilan bog'lanib, uni aktiv holatda ekanligini tasdiqlang. 2. Yashash joyingizni, propiska holatini tekshiring. Sizning pasportingizda ko'rsatilgan propiska manzili bilan haqiqiy yashash joyingiz bir xil ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar ko'chib o'tgan bo'lsangiz va propiskangizni o'zgartirmagan bo'lsangiz, bu birinchi navbatdagi vazifangiz bo'lishi kerak. Propiska ma'lumotlarini davlat xizmatlari markazlari orqali yoki My.Toq.uz portali orqali tekshirishingiz mumkin. Mahalla idorasiga borib, o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni so'rab olish ham foydali. 3. Biometrik pasport ID kartangizning dolzarbligini tekshiring. Agar sizda hali ham eski namunadagi pasport bo'lsa va uning amal qilish muddati o'tgan bo'lsa, zudlik bilan yangi ID kartaga ariza bering. Bu jarayon ham bir oz vaqt talab qilishi mumkin. Agar sizda ID karta bo'lsa, uning ma'lumotlarida xatolik yo'qligiga ishonch hosil qiling. 4. Bandlik holatidagi o'zgarishlarni tekshiring va pensiya jamg'armasiga xabar bering. Agar siz nogironlik pensiyasi yoki yoshga doir ijtimoiy pensiya oluvchi bo'lsangiz va ishga joylashgan bo'lsangiz, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilib, bu haqda yozma ravishda xabar bering. Mehnat daftarchangiz yoki mehnat shartnomangiz nusxalarini taqdim etishingiz kerak bo'ladi. 5. Oilaviy ahvoldagi o'zgarishlarni pensiya jamg'armasiga xabar bering. Agar siz boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi bo'lsangiz
va oilaviy ahvolingizda o'zgarishlar ro'y bergan bo'lsa, masalan, farzand voyaga yetgan, turmushga chiqqan, uylangan, bu haqda pensiya jamg'armasini zudlik bilan xabardor qiling. Tegishli hujjatlarni, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, nikoh guvohnomasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma taqdim etishingiz lozim. 6. Ma'lumotlaringizni MyBookUKUBUZ orqali tekshiring. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga MyBookUKUBUZ kirib, o'z shaxsiy kabinetingizda sizga tegishli pensiya ma'lumotlarini tekshiring. Bu platforma orqali siz pensiya hisoblash, to'lovlar tarixi va boshqa ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Bu sizga ma'lumotlaringizning dolzarbligini nazorat qilishda yordam beradi. Qayerga borish kerak? 1. Pensiya jamg'armasi bo'limi. Agar sizning propiskangiz va yashash joyingiz bir joyda bo'lsa, o'z manzilingiz bo'yicha pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. U yerda sizga pensiya masalalari bo'yicha batafsil ma'lumot beriladi, arizalar qabul qilinadi. 2. Davlat xizmatlari markazlari DXM. Bugungi kunda ko'plab pensiya bilan bog'liq xizmatlarni DXM orqali olish mumkin. Jumladan, propiska o'zgartirish, ID karta olish, pensiya miqdorini aniqlashtirish va boshqa xizmatlar. Bu markazlar ko'proq qulaylik va tezkorlikni ta'minlaydi. 3. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyBookUKUBUZ. Bu portal orqali ko'plab davlat xizmatlaridan, jumladan pensiya bilan bog'liq axborotlardan masofadan turib foydalanishingiz mumkin. Agar imkoniyatingiz bo'lsa, ushbu portaldan foydalanishni o'rganing. 4. Sizning bank filialingiz. Bank kartangiz bilan bog'liq har qanday muammo, muddati o'tishi, bloklanishi yuzaga kelsa, zudlik bilan kartangizga xizmat ko'rsatuvchi bank filialiga murojaat qiling. 5. Mahalla qo'mitasi. Yashash joyingizni tasdiqlovchi ma'lumotnoma kerak bo'lganda yoki mahalla tomonidan o'tkaziladigan xatlovlar haqida bilmoqchi bo'lsangiz, mahalla qo'mitasiga murojaat qiling. Qanday hujjatlar yig'ish kerak? Har qanday murojaat qilishdan oldin quyidagi hujjatlarni tayyorlab qo'yishingiz lozim. 1. Pasport yoki ID karta. Asli va bir nechta nusxasi. 2. Pensiya guvohnomasi, pensiya oluvchining shaxsini tasdiqlovchi hujjat. 3. Bank kartasi ma'lumotlari, karta raqami, hisob raqami. Agar kerak bo'lsa, kartaning amal qilish muddati tugagan bo'lsa, yangi kartani olgandan keyin uning ma'lumotlarini taqdim etasiz. 4. Manzilni tasdiqlovchi hujjatlar. Agar mavjud bo'lsa, yangi propiska haqidagi ma'lumotnoma, uy-joy kadastr hujjatlari. 5. Nikoh ajralish guvohnomalari, agar tegishli bo'lsa. Ayniqsa o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar uchun muhim. 6. Mehnat daftarchasi. Agar bandlik holati o'zgarish bo'lsa, ishga joylashganligingizni tasdiqlovchi hujjat. 7. Tug'ilganlik haqidagi guvohnoma voyaga yetmaganlar uchun, ayniqsa o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi bolalar uchun. Tek qiz, o'quv yurtidan ma'lumotnoma, agar o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi talaba bo'lsa, o'qishni tasdiqlovchi hujjat. Nima yozish kerak? Pensiya jamg'armasi yoki DXMga murojaat qilganingizda sizga tegishli ariza shakllari beriladi. Bu shakllarni to'g'ri va aniq to'ldirish juda muhimdir. Ariza yozayotganda quyidagilarga e'tibor bering. 1. Aniqlik va to'liqlik. Barcha kerakli ma'lumotlarni aniq va xatosiz kiriting. Shaxsiy ma'lumotlar, manzil, telefon raqamlari, pensiya raqami kabi detallarga alohida e'tibor bering. Murojaat sababini aniq ko'rsatish. Pensiya to'lovidagi muammo sababini. Masalan, pensiya kelmadi, karta muddati o'tgan, manzil o'zgartirilgan, aniq ko'rsating. 30. Topshirilgan hujjatlar ro'yxati. Arizaga qaysi hujjatlarni ilova qilganingizni ro'yxatda ko'rsatishni unutmang. 4. Ariza nusxasi va ro'yxatga olish raqami. Arizani topshirganingizda uning nusxasiga qabul qiluvchi organning muhri yoki imzosi bilan ro'yxatga olish raqamini qo'ydirishni talab qiling. Bu sizning murojaatingiz rasman qabul qilinganini tasdiqlovchi hujjat bo'ladi. Xulosa va yakuniy taqdimot aziz do'stlar, bugungi videomizda ko'rib chiqqanimizdek, keyingi pensiyangiz korrekt tarzda kelishini ta'minlash uchun sizdan faol ishtirok va e'tibor talab qilinadi. Pensiya tizimi doimiy ravishda takomillashib, raqamlashtirilib borayotganini inobatga olib, o'z shaxsiy ma'lumotlaringizning dolzarbligini muntazam tekshirib borish hayotiy zaruratga aylanmoqda. Manzilingiz, bank kartangizning holati, shaxsiy hujjatingizning yangilanganligi, oilaviy va bandlik ahvolingizdagi o'zgarishlar, bularning barchasi pensiya to'loviga bevosita ta'sir qiluvchi omillardir. Kutilmagan muammolarga duch kelmaslik uchun shunchaki pensiya kelishini kutmasdan proaktiv bo'ling. Yuqorida sanab o'tilgan qadamlarni zudlik bilan amalga oshiring. Bu sizning vaqtingizni, asablaringizni tejaydi va moliyaviy barqarorligingizni ta'minlaydi.
Umid qilamanki, bugungi videomiz siz uchun juda foydali bo'ldi. Agar sizda savollar bo'lsa, ularni izohlarda yozib qoldiring. Har bir izohni o'qiymiz va imkon qadar javob berishga harakat qilamiz. Videoga like bosishni unutmang va kanalimizga obuna bo'ling. Shunda kelgusi foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaysiz. Sog' va salomat bo'ling. Pensiyangiz barakali bo'lsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha.